Sohib akamiz sizni Duoni qiling, duoni. boshladi. Ilohim boshidan qani. Amin, boshidan. Qo'latsin. Shunday bir ajoyib yurt yashayotganimiz uchun Allohim Tangri taologa o'zing hamd sanolar bo'lsin. Amin. Ha. Prezidentimizning umrlari uzoq bo'lsin, o'tganlari poklar, shod bo'lib, joylar jannatdan bo'lsin. Amin. Ushbu holat maniakal depressiv psixoz deyiladi. Yoki bo'lmasam bipolar affektiv buzilishning maniakal fazasi deyiladi. Bunda nima bo'ladi? Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir shoh satrlarla, bizlamoq chog'idir umr daftarin. Shuhrat qoldirmoqqa Gerostratdek, Diana mabadin yoqmoq shart emas. Ko'pchilik baxtiga o'znikin jamlab, shu ulug' binoga bir g'isht qo'ysak bas. Bemorda juda ham ko'tarinki kayfiyat bo'ladi. Hamda bemor pul sarflab tashlaydi yoki tinimsiz harakatda bo'ladi va hokazo. Kayfiyatning ko'tarilishi, harakatning juda tezlashishi hamda o'ylamasdan ba'zi bir ishlarni qilib qo'yish amalga oshadi. Amin. Agar mana shu yerda birorta problema bo'ladigan bo'lsa, mana men tayyorman. Agar qandaydir yordam kerak bo'lsa, muhtaram yurtboshimizga o'zi kerak ham yo'q, lekin agar bir shunaqa bir qandaydir shunchaki signal bersalar bo'ldi, men tayyorman. Ilohim. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan aqin azabana bi rahmatika. Allohu akbar. Ey malades. Mani praktikamda bitta bemor bo'lgan. Bir necha yil davomida o'ylab yig'gan puli $18,000 pulini 2 kun ichida ko'chaga chiqib sarflab kelgan. Hammaga berib tashlagan. Masanga deb saxiyligi tutib, nihoyatda xotami to'y bo'lib pulni berib tashlagan. Ertasi kuni eslolmaydi kimga berganligini. Keyin nima bo'lgan bilasizmi? Keyin maniakal faza tugagandan keyin depressiv faza keladi. Ana o'shanda $18,000 pulini yo'qotganligi uchun o'zini o'zi osib olgan. O'lmay qolgan, uni olib kelishgan. Davoladik. O'rtada faza profilaktika qilindi, ya'ni maxsus davolash usuli bor. Hozir bemor yaxshi yuribdi.